O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi zarur amaliyotlar markazi direktori, farmatsevtika fanlari doktori professor Aziz Fayzamatovich Do'smatov. Bugun zarur amaliyotlar muammosi bo'yicha Elfarm kompaniyasi tomonidan o'tkazilayotgan yana bitta demak majlisda, konferensiyada qatnashamiz. So'nggi yillarda farmatsevtika sohasida dori vositalari, tibbiy ashyolarni sifatiga qaratilgan juda ko'p muammolar demak paydo bo'lyapti. Shu o'rinda demak bugungi o'tkazilayotgan konferensiya o'z o'rniga, juda ham ajoyib o'rniga ega. Demak bugungi konferensiyada asosan demak hukumatimiz, shaxsan prezidentimizni bir qator qarorlari, ya'ni mana 55-411 farmonlar chiqqan. Shu farmonlarga asosan dori vositalarini sifatini ta'minlash, ularni demak xalqimizga sifatli, samarali holda yetkazib berishga qaratilgan demak choralar ko'zda tutilgan. Shularni demak amalga oshirish yo'lida, ya'ni farmatsevtika sohasida faoliyat yuritayotgan korxona hamda tashkilotlarni sifat tizimiga demak zarur amaliyotlar, standartlar, talablarini joriy etishga qaratilgan konferensiyalardan biri sifatida qarasak bo'ladi. Demak bugun aynan GDP, ya'ni distributsiya asoslari bo'yicha o'tkazilayotgan bu konferensiya juda ham sermazmun standartni asosiy demak holatlari haqida, demak bu holatlarni demak sharhlash bilan birga olib borilayotgan tadbir bo'lib chiqdi. Demak bu teoretik, ya'ni bilimlar berib, shu o'rinda amaliy bir o'quvlar bilan birga yondashilgan, demak zamonaviy o'quv qurollaridan foydalangan holda har xil mana bu sinik o'yinlar asosida, ya'ni muammolarni amaliyotga yaqinlashtirib olib kelish tarzida o'tkazilayotgan konferensiya. Ko'rib turibmiz, konferensiyada demak juda ham ko'p shu sohada qiziqqan, shu sohada ish olib borayotgan tashkilot hamda korxonalarning xodimlari, sifat tizimiga mas'ul bo'lgan xodimlar kelib qatnashyapti. Meni fikrim bo'yicha juda ham kerakli, dolzarb konferensiya. Demak bu yerda hozir ko'rilayotgan masalalar, har xil standartni holatlarini sharhlash, O'zbekiston qonunchiligiga yondashgan holda hozirgi bizani hozirgi talablarga yondashgan holda olib borilyapti. Mening fikrimcha bu konferensiya juda ham yaxshi bir ahamiyatga ega hamda juda ham dolzarb hozirgi kunda. Chunki men oldin prezidentimiz keltirgan bir ikkita farmonlarini aytganimda shunday hozir tartib joriy qilinyaptiki, 1-yanvar 2024-yildan boshlab farmatsevtika sohasida faoliyat yuritayotgan barcha tashkilot va korxonalar o'z demak amaliyotiga, ya'ni faoliyatiga, sifat tizimiga demak shu standartlarni joriy qilib faoliyat yurishi ko'zda tutilgan. Hozirgi o'tkazilayotgan shu jihatdan bu konferensiya juda ham dolzarb deb o'ylayman hamda kerakli. Men o'ylaymanki, bizning korxonalarimizga ancha amaliy yordam berishda o'z o'rnini topadi.